Hammaga assalomu alaykum va nihoyat bu videoning 3-chi qismi chiqdi. Birinchi va ikkinchi qismi profilda bor, YouTube'da ham, Instagramda ham bor. Давайте сразу kelishib olamiz. Bolalarim haqida men gapirib o'tirmayman. Mendan birinchi o'g'lingizni qaysi xotin tug'ib bergan, ikkinchi o'g'lingizni qayerdan olgansiz, ikkala bolalaringiz artikulini tashlab bering, biz ham olmoqchimiz degan savollar bermanglar. Farzandlarim haqida umuman savol bermasanglar ham mayli. Katta bo'lganda bolalarim reputatsiyasiga ta'sir qilmasligi uchun men ular haqida lichniy narsalarni gapirmayman. Bu videoda может быть hamma gaplarni aytmagandirman, no aytgan gaplarim hammasi rost. Orasida aytmasdan tashlab o'tib ketgan gaplarim bor. Bu знаете, слишком lichni bo'lganligi uchun aytmay tashlab o'tib ketganman. Bilasizmi, erga tekkanimdan keyin oradan ko'p vaqt o'tmasdan juda ham kam yashab ajrashib ketganmiz. Sabab xiyonat bo'lgan. Xiyonat va kelishmovchilik. Xiyonatdan keyin menimcha hech kim sabr qilib yashamasa kerak. Shuning uchun ham orada konflikt, urush, janjal bo'lgan, oxiri ajrashib ketganmiz. Uyga kelganman, buvim necha marta ugavariyat qilgan, bor, yasha, kechir, erkak kishiga можно, erkak kishi xiyonat qilsa hech narsa qilmaydi, o'qimaydi, bu qilmaydi deb juda ham gapirganlar. No, короче, xiyonat kechirilmaydigan narsa. Bir tomonda даже dugonalarim yoki tanish bilishlarim tomonidan ham shunaqa xiyonatli narsalar bo'lsa, men kechirmayman. Oradan vaqt o'tgan, men ishlab, уже tiklanib, o'zimni ancha stressli, depressiyalardan ancha chiqib bo'lganimdan keyin o'zicha ayol kishi ko'p narsaga qodir kerak bo'lsa, xiyonatda ham yengib o'tadi. Xiyonatdan keyingi depressiyani ham yengib o'ta olarkanda, ishlarga joylashib, xullas hamma narsa chotki bo'lib ketdi. Chotki pullar ishlaydigan, chotki ishlarga joylashib, короче, men o'zimni holimga kelib oldim. Shuna qilib Instagramda o'tiribman, qatdandir erimdan SMS kelyapti. Точно nima deb yozganlar esimda yo'q, no. Salom alaykum qildik, nimadir haqida gap boshladilar. Bir-birimizni уже anchadan beri ko'rmaganligimiz uchun, gaplashmaganligimiz uchun, aloqotganligimiz haqida между gaplashdik. Umuman hayolimga ham kelmagan, to что erim bilan qaytib gaplashib, uchrashib yurish hayolimga ham kelmagan. Shuna qilib oradan vaqt o'tdi, где-то yarim yilcha gaplashib yurdik, yozishib. Menga prikol bilan aytadilar, ular Rossiyada edilar. Keyin Rossiyaga yangi yil ishga o'tkazasan dedilar. Sizlashib deb o'ylab, "Xo'p, bilet olib bering, keyin boraman" deb aytdim. "Xo'p, bo'ldi, pasportingni tashladi" dedilar. Mana pasportimni tashladim. Desam, menga bilet tashladilar. Bilet rasmini tashlayotdilar. Bo'ldi, sendan menga bilet oldim, mana shu chisloga. Men aytaman, "Qandoq?" Men думаю, что это prikol. Keyin shu bilan ular oyimdan ruxsat so'radilar. Men ishxonamdan zo'rg'a ruxsat so'raganman. Meni ishdan даже bo'shatib yuborishgan, borib qaytib borishgan. Sega uchdim. Ziyoda ko'p vaqt qolmoqchi emas edim. Bir oyga kelishdik, aylandik, hamma joylarni ekskursiyalar ko'rsatdim. Rossiyaga umuman bormaganman. Bu meni birinchi marta ham samolyotda uchishim, ham chetga chiqishim edi. Moskva, ne Moskva, xullas hamma joylarni chiroyli qilib menga ekskursiya qilib berdilar. Прогулочкаlar, mana shunaqa narsalar bo'ldi. Именно yangi yil kuni videosini topsam menga qo'yaman, mana shu yo'qdir u video, chunki erimning eski akkauntida edi. Voqeaga chiqdik, чтобы salyutlarni tomosha qilish uchun. Salyutlarni tomosha qilib turibman. Soat 12 da ular menga kollejka bilan приложение qilyaptilar. Представляете, как это прям вау. Orqa fonda salyutlar, ular menga приложение qilyapti ровно soat 12 da. Yana shu barib yaxshi ko'rganman, xo'p dedim. Shundan keyin yana bir 10 kuncha yurdim. Ular Rossiyada qolish kerak ekan, ishlashga. Men esa qaytib keldim. Qaytib kelganimda hayolimda bitta narsa edi, to что ular уже bo'ldi qaytib kelmaydi. Chunki bitta yo'q bo'lib ketsa, yo'q ketadigan odam degan narsa hayolimda qolib ketganda, chunki o'tgan safar shunaqa bo'lgan-ku. Tugadi hamma narsa. Shunchaki bir oy aylanib yurdim, gaplashdik, uchrashdik, приложение qildilar, shu bilan tugadi deb o'ylagandim. Chunki ular ishlashim kerak, ishlarim bor, nimadirlarim bor, to'lashim kerak deb shunda qolgandilar. Keldilarmi, yo'qmi, uni keyingi qismda aytib beraman. Aslan kommentariyaga nimadir yozib ketinglar. Всем пока.